Xo'p, mana multiradar. Hozir ushbu multiradar bilan tushib, qonuniy gaplashamiz. Mana o'zimiz olib ketdik. Gaplashamiz kanal admini avtoyurist Jasurbek nasib bo'ladi. Xo'p, aka. Moslamani ko'rsatish sertifikatlari bilan tanishmoqchiman. Sertifikati Piyosasi. Xo'p, amal qilish muddatidan ko'ring 2026 yil. Mana shu sertifikat aynan mana shu moslamaniga tegishli ekanligi tekshirsak bo'ladimi? O'chirib yoqishimga to'g'ri keladi, o'chirib. Noturdan o'chirib. Bo'pti, buni qo'ying. Xo'p, aka. Qo'yirsiz bo'ladi. Men qo'limda dalillar turibdi. Ko'p hammasi ovoqdan tashlab berib oladi. Uchtasini ushlab tur. Uchtasi, hammasini uchtasini deyapman. Qayda hammasi uchun? Bu mana yana ikkita multiradar yonma-yon bo'ldi. Qormang. Xo'p, aka. Menda mana qaror turibdi. Sirdaryo viloyati mana shu inspektori tomonidan multiradar tushirilgan. Endi orqasida sudning qarori. Xuddi shu multiradarni sud tartibida biz bekor qilganmiz, sudda yutib chiqqanmiz. O'z xabaringiz bormi multiradar bekor bo'layotganidan? Lekin sudda xabarim bor, bekor bo'layotganidan xabarim bor. Qaror bekor bo'layotganidan xabarim bor. Ha. Sudda bekorga nima deydi, haydovchilar ovora bo'lyapti, lekin biz baribir sudga berib Ma'mur javobgar to'g'risida kodeksi 271-moddasi 1-bandiga asosida bekor qilib sudda yutib chiqamiz. Ana qarori, sud qarori bemalol solishtirib ko'rsangiz bo'ladi. Bu haqiqiysi. Bunga qanaqa qaraysiz, aka? Men prosta xolis fikringizni bilmoqchiman. To'g'ri, siz prosta bo'pti bajaruvchisiz. Sizdan yuqori turuvchi organlar bor, ular hal qiladi, lekin men prosta xolisona fikringizni bilmoqchiman. Aka, ichki ishlar organi ijro etuvchi hokimiyat hisoblanadi. Bilaman. Ichki ishlar organi ijro etuvchi hokimiyat hisoblanadi. Sudda qarorni agar noqonuniysiga qaror chiqarilgan bo'lsa, misol uchun sudga murojaat qilasiz, kompensatsiya undira olasiz. Aka, undirganman. Yo'q, kompensatsiya undirgan. Aka, biz radarni ishlashiga sertifikat bilan tanishtirishga, o'zim tanishtirishimga, sizga guvohnomani ko'rsatishimga, o'sha sertifikat bilan unga ko'proq aytgan o'chirib yoqishga, misol bu yer 70 belgilangan tezlik bor, tuman markazi, viloyat markazlarimizda 60 belgilangan tezlik bor, aholi yashash punktidan tashqarida 100 belgilangan tezlik bor. O'shani to'g'rilab ishlashga javob beramiz. Siz o'zingiz agar noto'g'ri qaror chiqarilgan bo'lsa, ma'muriy tezlikda to'g'ri sudga murojaat qilasiz aka. Biz bemalol bekor qilamiz. O'zingiz xabaringiz bormi? Xabarim bor. Noqonuniyligini bilasiz. Noqonuniyligini biz ishlashimiz aka. Biz misol uchun prezident qarori bor, 39-89-sonli qarori bor, investitsiya dasturlari uni o'qish bo'yicha. O'sha qaror bo'yicha ishlayapmiz. Ichki ishlar. U qarorda lekin qarang. O'sha qaror Miguel Kali deb uni qilingan. Miguel Kali Vazirlar Mahkamasi 973-sonli qarori 32-bandda ham yozilgan. Miguel Kali shu bo'yicha aytyapti, to'g'rimi? U bo'yicha sudga murojaat qilib aka bekor qilsangiz bo'ladi. Agar noqonuniy bo'lsa. Demak, xabaringiz bor ekan, sud tartibida bekor bo'layotganida biz kompensatsiya undira olamiz. Kamida 5 million. Bitta narsaga qiziqyapman aka. Mashina multiradar o'tirib urayotgan inspektorlar bor-ku, o'sha inspektorlar qaror chiqarib turadimi yoki boshqa turadi? Ma'mur viloyat Sirdaryo viloyat yo'l xavfsizlik boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, ma'muriy amaliyot bo'limi bor. Ma'muriy amaliyot bo'limida qaror chiqadi. Ular chiqarib turadi. Ular sortirovka qiladi, misol uchun. Bez nomer urilgani bor, ikkita mashina nomer yopib qolgani bor, misol uchun. Belgilangan tezlik haqiqatan 70 joymi bu joy, misol uchun 100 lik joymi olib joy. Ular hammasi sortirovka qilib, oshiqchasi chiqarilgandan keyin qaror chiqadi. Mashina xira ko'ringan bo'lishi mumkin, misol uchun, birak urgan bo'lishi mumkin. O'shalar hammasi olib tashlaydi, misol uchun. Bir kunda misol 5 turadigan bo'lsak, ikkitasi bez nomer, misol uchun. Uni chiqarib tashlab, haqiqatan ularga chiqadi. Prosta biz ma'naviy zarari mana shu insonni undirib olyapmiz-da. Shu paytgacha 10 taga yaqin ma'naviy zarar biz aka qarang.
ertalab kunlik yo'riqnoma beriladi bizga. Har kuni ertalab kunlik yo'riqnoma beriladi. Xohlasangiz ma'naviy zararni mana shu haydovchiga biriktirsangiz ham bo'ladi. Yo'q, qaror chiqargan shaxs imkoniyat berish kerak. Ya uni endi sudga borib uni. Men просто aytib o'taman. O'zingiz uchun bilib oling noqonuniy aka. Men yurist sifatida bu sizga aka. O'zingiz Shartda masala. O'zingiz uchun olib qoling. Ha, charchamang aka. Tushkoman, sog' bo'lasiz. Mana ko'rdinglar, noqonuniy faoliyat haligacha davom etadi. Bu Baxtga ketaverish yo'li, adashmasam Sirdaryodan Baxtga ketaverish yo'li. Sog' bo'lasiz. Nasib turib. Siz shu yerdan ko'p o'tasizmi aka? Ha, tushib turaman. Mana shunaqa multiradarga tushgansiz, to'g'rimi? Mashina olib. Necha tezlikda tushgansiz? 172. 172 tezlikda tushilgan, lekin 172 bo'ladimi, 200 bo'ladimi, 300 bo'ladimi, hammasi bekor qilsa bo'ladi. Sababi bu yerda asosiy muammo tezlik bilan bog'liq emas. Asosiy muammo bularning noqonuniy ishlashi. Ya'ni bu noqonuniy ishlaydimi, buni hammasini bekor qilamiz. Sud tartibida albatta. Nega o'zi tez yurdingiz bunaqa? Bansiga ketadi bunimda kech payt. Bansiga borganingizda sizga spravka berdimi? Mana shu kuni chaqalog'im bor. odam Spravka bergan bo'lish kerak lekin. Spravka bergan bo'lsa, uni bemalol bekor qilsangiz bo'ladi, muammosiz. Sudga ham borish shart emas. Agar bekor qilib berishmasa, sud tartibida bekor qilishingiz to'g'ri keladi. Nima qilish kerak? Siz nima qilyapsiz? Qanday uni o'rganasiz? Bo'ldi. Yo'q.